Assalomu alaykum. Cobalt mashinasiga Starline S96 modeli qo'yib berilgan. Mashina polностью telefondan boshqariladi. Beskilchovi do'stdan boshqariladi. Telefon yoki metka bo'lgan paytda knopkasini bossa, to'rtta oynasini yopadi. Yana xuddi shu knopka orqali mashinani ochsa bo'ladi. Start stop funksiyasi qilib berilgan. Tormoz bosib knopkasini bossangiz, zavодской shtatniy knopkasi. Mashina zavod bo'ladi. Xo'p, mashina zavod bo'ldi. Kalit yo'q. Xo'p. Mashina skorostiga ketayotgan paytda avarikasini qisqa bossak 3 marta yonib ochadi avarika. Rahmat funksiyasi bo'lib ishlaydi. Cobaltlarda bagaj ochish knopkasi yo'q bo'lgani hisobiga center zamok knopkasini qilib berganmiz. Ochish knopkasini 2 sekund bosib tursangiz bagaj ochiladi. Xo'p, bu mashinaga parktronik qo'yib berganmiz. Orqaga yurgan paytda orqada qancha masofa qolganini ko'rsatib turadi. Ko'ramiz qancha masofa qolgan. Ko'rishingiz mumkin 30 sm joy qolgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.